Ha, u otasi yo'q-da, uni otasiz o'sgan. Isqirtu, berib yuradi unga, bunga, un bilan yuradi, bu bilan yuradi. Qo'shtirnoq ichidagi patsalla o'zi erkak kishi otasiz o'ssa qanchalik qiyin. 100% dan bir 10% chiqar oilasini mas'uliyatini olib unga olib chiqib ketadigan tupikdan. Endi qiz bolani tasavvur qilyapsizmi? Даже bizani jamiyatda qiz bolani rivojlanishi, qaysidir joylarda ishlash, o'zini ustida ishlashi qiyin, g'alati qaraladi, непонятный qaraladi. Shu vaziyatda voyenniyga o'xshab o'zi kubik berish kerak. Voyenniyga o'xshab oilasini mas'uliyatini olib qiz bola bo'lib olib chiqib ketyapti. Kerak bo'lsa 10 ta o'g'ilni bosadigan qizlar bor. Nimaga bu gaplarni aytyapman? Qo'shtirnoq ichidagi erkaklar juda ko'p gapiryapti. Qizlarni